yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay poyin tavof etib olay. To'xta ey xalq yetib olay, tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening. Qoch ey dunyo tutma qo'lim, yetar shuncha to'sding yo'lim. Mehrim gazar mehrim o'lim, tobut mingan onam mening. Marhumga hozir hech nima kerak emas. Na bir kosa ovqat, na bir kiyim kechak, na bir uy kerak emas. Issiq uy ham kerak emas-da. Bola chaqasi ham kerak emas. Mana hozir xolodilnikka olib kirib qo'ydik. Dunyoni qayerdan shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, like bosib, shu repost bosib, kommentariya qilib ko'pchilikka tarqatinglar. Ko'proq odamga yetib borsin. Ko'proq dunyoni qayerda shu odam kimdir shu videoni ko'rib qolgan bo'lsa, duo qilib qo'ysin. Marhumga faqat duo kerak. Makkadan, Madinadan, dunyoning yer yuzini istalgan nuqtasida shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, faqat duo qiling. Oilasiga xabar berdik. O'zbekistonga olib kelish harakatidamiz. Koreyaga qo'yamiz desa, oilasi ruxsat bermadi. Ehson yig'mayapmiz. Faqat sizlardan umidimiz duo. Duo qilinglar, iltimos sizlardan. Sog' bo'ling.